viza qilib bergani yo'q. Menga Angliyadan dugonam qilib berdi. Faqat rost gapirasiz. Rahmat. Sizda mazza qilaman sizni kuzatib. Yashang Jasmin, yashang, Alloh rozi bo'lsin. Oldin sizni yomon ko'rardim, sizni sevib qoldim. Jasmin yaxshi ko'raman. Rahmat Jasmin opa, lichkaga qarab boring. Uborga qildingizmi pastda go'zal qilib? Voy, juda ham go'zal. Voy, ulan. Sigaretni yo cheking yo qo'ying deydi. Chekdim, bo'ldi, toqatim tog' bo'ldi. Amerikaga yetyapsizmi? Angliyaga, Velika Britaniyaga ketyapman. Peterga boshqa kelmaysizmi, opa? Yo'q, Peterga boraman. Boraman, конечно. Sizni juda hurmat qilaman. Rahmat, sochingiz o'zingiznikimi? Yo'q, qo'shni mahalladan prokatga olib keldim. O'zimniki, конечно. Narashivniya qiluvdim, sirraz yechib tashadim. Jonimdan to'yib ketdim. Сразу yechib yubordim. Здравствуйте, Жасмин, давно очень Здравствуйте, Жасмин, давно очень наблюдаю за вами. Вы просто огонь, баба. Спасибо. O'zbekiston, Qirg'iziston друг. O'zbekiston, Qirg'iziston друг, конечно. Opa, yaxshimisiz? Kelayotgan tug'ilgan kuningiz bilan rahmatikalon. Jasmin opa, voy o'tib ketib qoldi. Uzun сообщение yozmanglar. O'qishdi. O'qigunimcha o'tib ketib qoladi hammasi. Nukusdan salom, Nukusga salom. Yaxshimisizlar? Nima gaplar, nima so'zlar, nima yangiliklar? G'iybat qilamizmi, yo'qmi? Turqiz bazda biram sovuq. Bilmayman. Kulimay o'tiribman-da. Anaqami, одолжение qilib kulib qo'yasizmi? Yo'q, xayolim boshqa. O'ylanib o'tiribman, qarab video ko'ryapman. Sizni o'shdan kuzatamiz, rahmat. Samarqanddan salom, Samarqandga salom. G'iybat qilmaymiz. Xorazmdan salom, Xorazmga salom. Men qilavering, bo'pti, mayli ichib qo'yaman. Amirxonni akasini qaysan taniysiz? Hamma yo'qni bilaman, hammani taniyman men. Sitora Farmonova kimga erga tegibdi? Sitora Farmonova Hivs Garden'da, Xonsaroyda direktoriga tegibdi. Ro'za tutmadingizmi? Yo'q. Opajonim, sizni rostdan yaxshi ko'raman. Niluqani. Mana shu qilasiz, sira cho'rniga tiqib boray. Yozing manga. Bo'ldi, hozir mana idishtog'im yig'ishtirib qo'yib. Ertaga universitetga borasizmi siz? Ertaga? Yo'q. Maloqot bilan bormaysizmi? Ertaga boringlar, конечно. Bular universitetda o'qiyapti. O'qigani menga $500 tushyapti kuniga. Yo'l kirasi. Billat. O'zim universitetga borsam, u yoqqa 1,5 ming, bu yoqqa 1,5 ming. Bulardiki 2000 u yoqqa bu yoqqa. Hammamiz rasxotimiz bir kunda $500 tushyapti, o'qish. Salom Jasmin opa, yaxshimisiz? Yaxshi. Nomeringizni bering iltimos. Nimaga? Nima qilasiz men nomerimni? Salom. Nimani gaplashamiz siz bilan go'zalim? Nimani? Pulim yo'q, bankim yo'q, go'zalim. Sitora Farmonov qatdan bildingiz Jasmin? Hamma bilar ekan-ku. Men xalqimiz bilmas ekan, xolos, atrofidagi hamma bilar ekan. А что за учеба? Я учусь в факультете логистика. Siz chi? Fakultetingiz? Arxitektor. Siz chi? Ekonomist. Shunaqa. Lunchsiz chi? Lor. Lunchik lor bo'lar ekan. Bоже мой. Qo'toq deng. Mol doktor. Lira, yoting pastga tushib, iltimos, turqingiz juda ham sovuq. Nastroyingiz yo'q bo'lsa, tushing pastga, iltimos. Hamma nastroyingizni buzmang.
qo'sh qovog'iga qarab sikilib ketdim bularda. Nega ular to'y bo'lmadi? Endi katta kishi 50-60 ga kirgan kishiga to'y qilmaydi-yu. Nigina yaxshilarmi? Ha, Nigina yaxshi. Oynadan tashlab yuborgan bilasizlarmi Nigina? Bitta qo'toq, Samarqandlik qo'toq deb oynadan. Aytib bering. Ha? Aytib xalqqa. Nimaga oynadan tashlab yuborgansiz? Tashlamaganman. Nima qilgansiz? Yordam so'raganmi? Rostdan shunaqa tashatdi bo'ylaydi, unaqa deydi. Kim? Odamlar. Ладно, hozirmikin o'ylayman, podrobno aytib beradi. Tashamoqchi bo'lmaganman, faqat yordam so'ragan. Mikin o'ylasiz ular. Nimaga yoningizda dugonalaringiz bor, ko'chadan yordam so'raysiz? Panikaga tushib qolganman. Shunaqa panichniy atakaga tushib qolgan. Eri tashlab ketgan. Eri deport bo'lib ketganiga ham. Jasmin Alina Sverdovda. Voy, nima deb yozyapsiz? Nima deysiz? Sabina yaxshimi? Ha, yaxshi. Bilmadim endi, yaxshi bo'lsa kerak. Men уже mendan zavisimiy hamma ishni qildim, bo'ldi. U yog'i go'zallikda $45,000 xalq to'plab bergan puli bor yonida, hammasi yaxshi bo'lsa kerak. Samarqandliklar yigiti, Samarqandlikmi yigiti? Da. Sochingizni qirqib tashadingizmi? Yo'q, narashunday sochlar yechib tashadim. Когда у вас день рождения, Жасмин? 31 марта. 31 марта. Жасмин, вы молодец. Спасибо. Спасибо. Niginani ko'rsatingchi. Og'zi tinmayapti-da. Bitta qo'toqdi deb Rossiyadan deportam bo'ldi. Oynakdan ham tashadi. Bu yoqqa kelib qochib ham ketdi Anqaraga. Keyin qarasaki, narkomanlarning komandasiga tushib qolib qaytib keldi, kallasi ishlab. Shunaqa ishlar qiladi. Qo'toqning kuchi yomon. Iltimos lichkaga qaruring. Lichkani urin. Nima? Asalsiz Niginani ismini ne? Erkak dedimi? Bu. Nimaga aynan o'zingizga Jasmin ism tanlagansiz? Bilmadim, mana Aladdindagi Jasmin bor-ku, kaviyorda uchadi-yu, meni ham kavyorim uchib, qachab ketmonim uchib ketammikin dedim uchmadi. Hech kimga ishonish kerak emas, opa. Jasmin, ты реально большой молодец, спасибо. Farg'onadan salom, Farg'onaga salom. Assalomu alaykum Jasmin opa. Endi ishonish bo'yicha da. Endi ko'pchilikka очередной раз как-то очередной раз убеждаюсь, что savobni ko'ti teshik deydi-yu, shunaqa ekan. Очередной раз убеждаюсь. Mayka budur da. Kartenda pul bormi, Jasmin? Yo'q, qo'ta bor kartamda. Kartamda qo'ta bor, kerak emasmi? Salom, Sankt-Peterburgdan opa, salom. Assalomu alaykum Jasmin opa, yaxshimisiz? Instagramda bitta qizni yordam kerak operatsiya puliga. Nima qilish kerak? Pardonmi? Salom alaykum, yaxshimisiz Jasmin? Instagramda bitta qizga yordam kerak. Operatsiyaga pul yig'ib yuboring. Aralashmayman qaytib. Toqatim tog' bo'ldi. Jasmin, вы великолепная, спасибо. Men hozir yaqinda bir ikki kun ichida Go'zal opa bilan uchrashib, shikarniy video qo'yaman. Короче, shikardeyshий video. Operatsiyaga, doktorlarga qiynalayotganlar uchun doktor topib beramiz Istanbuldan. Kargo uslugalari, kvartira uslugalari hamma yo'g'iga yordam berib, kasal odamlarni olib kelib, Istanbulda davolaymiz. Так что tayyor bo'lib turinglar. Bugun uchrashishimiz kerak edi. Bugun Laylatul Qadr kechasi ekan, bolalar bilan masjidga chiqishar ekan, shuning uchun
Bugun uchrashmadik, ertaga uchrashamiz xudo xolasa. Men hozir Istanbuldan. Bugun nima tilasangiz hammasi qabul bo'ladi inshaalloh. Ясмин, привет. Почему Просто. в зал не ходишь? Ну, ты видишь вокруг, что творится. Зал, когда выходить мне? Зал, когда идти? Видишь вокруг, что творится? Вокруг шумиха такая была. Вообще невозможно было пойти куда-либо. Munisa haqida intervyu qilaman degandi, siz bilan yarashib oldi. Siz shunaqa hayotda yashaysizki, hali jinni ketdi hayotingizdan, hali po'qingizni artgani, kesakka artayotganingizdan, hali gnoizmga to'planib qayerga chiqarishni bilmasdan deb желчingizni meni Instagramda chiqaryapsizmi? Qo'ying, anaqa ro'za Ramazon kunlari baxtli hayot kechiraylik. Mana qizimni qarang. Qizim sasib ketibdi. Kecha cho'miltirganman. Ana gaplash qizim. Mana bo'yash kerak. Gapir. Xalq bilsin dardingni, gapir. Gapir qizim. Mana u yoqqa qara. Mana u yoqqa qara. Gapir qizim. Gapir. Gapir qizim. Apa mujik voy qiziyam olib kelganmisiz? Ha, o'g'limni ham olib kelganman. Pastda divan tagidan chiqmaydi to'lqin. Meni qizim, bo'la, qizim. Mana o'g'lim. Kel, papika. Voy, suvoy ko'tarib yuribdi. Qarashni qiling. Mana joyini qidiryapti. Dardi nima uni? Qo'toq dardi. Eri yoqmay olib kelib ketdimi? Sovuqlab ketdimi? Как вам Стамбул? Люблю Стамбул, мне так нравится. Боже мой, я здесь свободна. Я здесь королевская. Я здесь просто огонь чувствую. Короче, сегодня Laylatul Qadr kechasi ekan. Bugun biz dugonam Nihol bilan Niholga iltimos qildim. Nihol reklama pullari to'planib qoladi. Ehson chiqarmoqchiman. Shu desangiz, bugun erta ehson bilan zanimatsiya qilaylik dedim. Bo'pti dedi. Bugun ovqat tarqatamiz. Bugun osh tarqatamiz, xudo xolasa. Ertaga produktlar olib borib beradi qiynalgan oilalarga. Bugun shu bilan shug'ullanamiz. Universitetda tursam, vaqatini tashlab, Shunaqa gaplar, qanaqa biyodavavki ichasiz. Men unaqa harom qarish narsalar ichmayman. Men to'lka даже kasal bo'lsam ham dorilar ichmayman asoba. To'lka men operatsiya paytlarida antibiotik ichaman, atak yo'q. Men sizni juda qattiq hurmat qilaman. Rahmat. Voy, bitta fake account ochib olgan kimdir. Shu iloji bo'lsa-yu jalba tashab blok qildirib yuborsam. Hamma yo'qqa reklama 100 ming, reklama 100 ming. Qanday qilib qaysi kalla bilan sizlar fake accountga reklama berasizlar? Hayron qolaman. Боже мой, hamma menga yozib yotdi, fake accountda reklama turibdi, 100 ming siz ham shu qilyapsizmi shuni deb. Uzun boraveraman menda nima deb. Kim? Men ham. У вас виза вышла? Нет, оказывается, erta borib qo'yibmiz. Оказывается, выходной kunlari hisoblanmas ekan, только будние dni hisoblanar ekan. Приветик, привет. Munisa bilan yarashdingizmi? Biz urushganimiz yo'q. Nimaga yarashdingizmi? Urushdingizmi, to'g'rasizlar? Виза нет. Виза только завтра или послезавтра выйдет. Оказывается. Manga yo'qmi, opa? Manga yo'qmi, opa? Sizga? Sizgami? Sizga nima bersam ana? Chiqmasang senga olat, chiqarmasam menga olat. Qonli katta boylarga bor, qong'iragan soylarga bor, sochi uzun qizlarga bor, chiq. Chiqmasang senga olat, chiqarmasam menga olat. Qonli katta boylarga bor, qong'iragan soylarga bor, sochi uzun qizlarga bor. Bo'ldi, ana sizga. Красивый сексуальный фигура. Спасибо. Salom opajonim, salom. Kasal nima bo'ldi, yaxshimi? Voy, vashshi. Xalq 45 ming dollar to'plab berdi. Operatsiyalarga, biletga, hech narsaga pul ishlatgani yo'q. 45 ming dollar yonida bor, yomon bo'ladimi?
baxtli hayot kechiryapti. Shikardosskiy apartamentu snimayt Korolevskiy. Endi kasal odam sal skromniyroq olsa ham bo'lardi-yu, lekin tam pizdets, prям вообще apartamentlar olishib, baxtli hayot kechirishib, hech narsaga o'ziga yo'q demasdan maza qilib yashashyapti. Novosibirskdan, da? $45,000 bor odam yomon bo'ladimi? Yaxshi, конечно, go'zallikda. İstanbul'da qayerda yashayapsiz? Biz Shishli'da. Keling mehmonga. А это ее увезли уже? Жасмин, ты великолепная женщина из... Apa qanaqa ovqat O'shanda привет. Ma, tushunmasdan oldin ovqat qilib. Ovqat qilarkanmish. Hammasi siz tufayli bo'ldi-da. Voy qo'ying. Unaqa demang, sochingiz yulishib oladi. Unaqa demang. Hammasi boshqalar do'ring, mayli. Meni gapirmasa ham mayli, menga благодарность bildirmasa ham mayli. Hech narsa odamlar bilsa bo'ldi. Gapirmanglar unaqa Jasmin qildi deb sochinglarni yulib oladi. Assalomu alaykum, Sitora Farg'onova. Haqiqatdan gapirganingiz to'g'rimi? To'g'ri. Hamma biladi to'g'riligini. Bilaman, sezasan. Men prosta aytdimki, borganimda oxirgi marta ko'rganib borganimda aytdimki, siz tursiksiz yotibsiz, yalang'och yotibsiz. Hammaga video xizmat qilgani beravermang. Hamma video xizmat qilavermasin. Tursigingiz yo'q. Men oldimda ham oldi ochilib ketadi, teskari qarab mana qilib ustini yopib qo'yyapman. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Olavermang desam, achchig'i keldi menga. Mayli, o'zi biladi dedim. Men sizni videoga olgani kelganim yo'q, prosta ko'rgani keldim deb ko'rib video olmasdan chiqib ketdim. Hadi videoga oldiravermang desam, ataylab xuddi menga atay qilgandek battar videolar xizmat qilib qo'yishyapti. O'zlaringlar bilasizlar, men vazifamni bajarib qo'ydim dedim, bo'ldi. Qo'limdan kelgancha yordamni qilib qo'ydim, yetarli darajada dedim, chiqib ketdim. Жасмин характери зорда. Жасмин, вы какого года? 84-го. 31 марта мне будет 41. Bilaman, sezasan. Ano, o'lgur to'rtburchak g'alat narsani yoqib qo'yinglar, qilib gapirib tursin. Haqiqatchi ekansiz. Boja moy, haqiqatni gapiraman desam, bu dunyo ontar-to'ntar bo'lib ketsa kerak. Har kimni Instagramda ko'rib turib, bu yaxshi odam, bu yomon odam. Shunaqa yaxshi bola ekan, shunaqa yaxshi bola ekan demanglar. Bitta bolani anchadan beri kuzatardim, har doim so'kardim. Da blять zaybal уже deb so'kardim. Shu bolani menga 2 kunmi, 3 kun oldin videosi keldi. Haligi videoni ko'rib, yoqam ushlab qoldim. Onam kasal, oilam kasal, dadam kasal, pulimiz yo'q. Menga hech kim pul bermayapti, yordam beringlar deb yurgan bola. Eskort bolalarga $100 berib siktirib yurar ekan, представляете? Endi mana oxirgi peripiskalarni o'qisam, bitta bola topdim, ashim bilan birga 2 kishi bo'lib skiylar $200 beraman deb yuribdi ekan, uyalmasdan. 9 yoshdan beri ko'tini berib yurar ekan. Videolariga kirib qolsangiz, astagfirulloh, yo Alloh, roza tutyapman, yo Alloh. Mana kecha siktirdi roza paytida. Kecha siktirdi. Kechagi peripiskalari ham bor. Kecha sikayotgan videosi ham bor. Представляете? Вот как верить после этого odamlarga? Rejissyorlar bilan nima bo'ldi? Qaysi rejissyorlar bilan? Qarshi men sizlarga bitta
bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Xudo urgani shundanda. Ahad Qayyum, Sabrinani urib ketgan qiz, uni rejissyori hammasi asha Star House'da ishlashar ekan. Star House'da rejissyor video suhbat qilar ekan, Ahad Qayyum reklama qilar ekan, u qiz ambasador ekan. Polностью reklama qilaman. O'tda Chechenka ham bor, Amirxon bor edi. Amirxon kechirim so'rab chiqdi. Men videolar qo'yganimga o'chirib tashlang dedi. Men video qilib chiqaman dedi. Buni video qilib berdi. Men kecha qo'yib qo'ydim. Qarochi hammasi bor, lekin u Star House'dagi o'sha aytilayotgan uyni nimasi hali ham chiqqani yo'q. Nima edi? O'la esimdan chiqib qoldi. Kadastr hali ham chiqqani yo'q. Lekin u Ahad Qayyum hali ham reklama qilib o'lib yotibdi. U Ahad Qayyum nimaga reklama qilyapti desanglar, unga ikkita uy, ofis podarka qilgan Star House. O'shancha reklama qilib yotibdi. Shuncha xalq aldanganiga, shuncha xalqni kidak qilganiga mana Xudo urib qo'yib, endi hali ozdopa uni tinch qo'ymaydi, ko'tiga to'n qaytirib xoda tiqadi, hali shoshmay turinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, salom Jasmin, salom. Xurram aka reklama qilib chiqdi. Shu reklamaga tushunmadim. Bilmadim nimaga qilib chiqdi. Tushunmadim, shu kishini hurmat qilardim. Odamlarni aldab nima qilishadi? Bilmadim nima reklama qilib chiqdi. Birorta uy podarka qilgandirda. Hali u ham fignya. Yana bitta firma bor. Munisopa agar Jasmin bosing deydigan bo'lsa, ertadan yana bitta firma bor. Ashuni ham aytib chiqaman. Munisopa bechara biznes qilaman deb 3 ta uy olgan. U ham kadastri ham chiqmayapti, hech bolasi yo'q, dokumenti ham chiqmayapti. Hozir pulga $100,000 tushib o'tiribdi Munisopa. Shuncha yaxshilik qiladi har doim, hozir $100,000 tushib o'tiribdi. Agar 2-3 kunda dedi to'g'rilab berishmasa dokumentlarini dedi, men ham gapiraman dedi. Agar shuni ham bilsam, men sizlarga aytib qo'yaman, uy olishda ehtiyot bo'linglar, обязательно. Xonsaroyda ham ikkita proyektni yashash uchun to'g'ri kelmaydigan darajada chiqqan, bilasizlarmi? Xonsaroyda ham ikkita proyektda. Bitta zilzila bo'lsa hammasi og'darilib tushadigan. Oldin bunisi endi men har doim o'zimdan kichkinalarni har doim opa, aka, erkak kishini har doim aka deb gapiraman. Meni tanishlarim hammasi biladi. Hech qachon sen deb birorta insonni sen deb gapirmaganman. Har doim siz deb gapiraman. Har doim opa deb gapiraman. O'zimdan kichkinalarni ham opa deb gapiraman. Har doim. Meni tanishlarim hammasi biladi buni. Lekin o'zimni Jasmin opa degizdirmayman. Jasmin deyman. Chechenkadan $20 olganingiz rostmi deydi. Voy, men $20 ga qarab qo'ygan odam deb o'ylaysizlarmi? $20 ga ya, jinnimisizlar? $20 ga qarab qo'ygan odam bo'l deb o'ylaysizlarmi meni? Ha? Voy, glupый odamlar. Çok seviyorum Jasmin. 3 yoshli bolani. Sitora kimga erga tegibdi? Xonsaroyda direktoriga. Ha, xotini intervyu berib chiqdi-yu. Viza chiqdimi? Yo'q, ertaga yo indinga chiqadi. Assalomu alaykum. Va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin Jasmin opa. Men sizlarga hozir nima qilmoqchiman bilasizlarmi? Xudo xolasa shu Go'zal opa bilan uchrashsak, hech uchrashishimiz to'g'ri kelmayapti. Bugun uchrashishimiz kerak edi. Bo'lmay qoldi. Bugun Laylatul Qadr kechasiga masjidga chiqishar ekan. Juda ham ko'p kasallar bor O'zbekistonda, to'g'rimi? O'zim ham chiqib yordam beraman kutib olishga, Xudo xolasa joylashtirishga, ko'rgani borib turaman. Kasallarni. Go'zal opa aytgandek, agar shu gaplar rost bo'lsa, ertaga kontrakt tuzgani boramiz. Qarochi,
shu kasallarga yordam beramiz. Turkiyada operatsiya qilishiga, joylashishiga, doktor, medsestralar yordami, shunaqa narsalarga yordam beramiz, xudo xolasa. Bir 3-4 kasalni ham bekarga ham qilib beramiz, operatsiya har oyda. Og'ir kasallarni o'zim tanlab olaman, shularni ham operatsiya qildirib beramiz. Xo'j, o'lganimda bir 5-6 ta odam yig'lab qolsin, "Voy, Jasmin yaxshi edi" deb. Menga ish topib bering dedi. Opa, men sizga ish topib bera olmayman. Qal ketib qoldi. Dedushka. Ha, kirdimi? Voy, opa, u yoqqa tushib ketardim jinni. Küçük tushib ketyapti. Yo'q. Pul bo'lib Sabrinadan. Bu pul Sabrinaga yiqqan pul emasmi? Sabrinani kartasida turibdi, ishlatilgani ham yo'q. Hech narsaga ishlatgani yo'q. Operatsiyani ham nima to'ladi, nima edi? Ozodopa to'ladi, operatsiyani ham, biletlarini Mohina to'ladi, gostinitsani Mohina to'ladi. Sabrinani pulidan 1 so'm ishlatilgani yo'q. Kartasida $45,000 turibdi. Sabrinani cho'ntagida turibdi. Hamma pullari, hech xavotir olmang, hech yoqqa bergani yo'q. Men predlagach qildim. Endi $45,000 to'planib qopti. Bir sizlar qo'shsanglar, men ham qo'shib odamlarga ehson qilib yorsak, bir $5,000 ni xohlasanglar, sizlarga $40,000 reabilitatsiyaga yetadi-yu deb aytdim. Sal qoldi meni sochimni yulib olishiga tak tomiri bilan. Sal qoldi sochimni mana shunday qilib hammasi qo'shilishib, Mohina, Yulduz, onasi, hammasi qo'shilishib yulib olishiga sal qoldi. Hali bu qiz 1 yil ishlamaydi deb sochimni tak tomiri bilan yulib olay deyishdi. Naqaymisan? Nima kartoshka go'sh. Bular meni yaqinda bankrot qilishadi. Oy. Yetadi? $1,000? Ha, yetadi. Shunaqa gaplar. Prosta menda ichki reklamani pullarini, menga tushgan reklamaning pullarini ehsonga chiqarib yuboryapman. U yoqqa $100, bu yoqqa $100 qilib chiqarib yuboryaptim. Shunga qo'shib biron narsa kattaroq deddomgami, biron narsaga pul berib yuboramiz dedim. Men jicha qoldi sochimni tak tomiri bilan yulib olishga. Sizni ko'rganimdan xursandman, krasotka. Sizni yaxshi ko'raman, rahmat pulim. Ona Xonsaroyda xotinini qayta chiqqan intervyu bergan YouTube'dan. Voy o'lar. Gili. Juda ham chiroyli, rahmat, молодец, Qo'qondan. Qiziqqani, qizingiz qani? Ha, yuribdi, mushuk kelarmiki deb quvlab yuribdi aytdim. Dedushka. Ochib tashlang, yoriq. Ko'cha isib yotibdi. Oching. O'n pishaklar yotibdi. Qarang, ikkita uzoqda. Da. Operatsiya ham yo'q edi-ku. Operatsiya ham yo'q edi-yu. No, это boshida boshlanganda hech dazvanitsa qila olmaganimdan, quvlab yetolmaganimdan, yashirincha больницаga yotishlardan o'zi to'xtatib qo'yaman dedim, endi oxirigacha olib borib qo'yay, baribir operatsiya нужна-ku dedim-da. Toqatim yo'q, qo'yinglar. Xudo bilsa bo'ldi. O'zi sizdan No, da, shunaqa to'g'ri aytdingiz. Ajratish to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Потому что PR qilmanglar, atrofida video siymat qilavermanglar dedim-da 1-2 marta. Shundan keyin meni yomon ko'rib qolishdi hammasi. Bo'ldi, to'xtatinglar videolarni, bo'ldi. Operatsiya bo'ldi, pul to'landi, yonida $45,000 qoldi. Bo'ldi, tamom desam, meni hamma yomon ko'rib qoldi. Hamma meni yomon ko'rib, voy nima ishing bor seni, kimsan sen deb hamma yomon ko'rib qoldi. Manzura haqida gapiring. Manzura
Dordan qochgan artistlardan biri. Yana meni birinchi qatorda geylar o'tiribdi. Birinchi qatorda nimaga geylar o'tiradi? Birinchi qatorda nimaga geylar o'tiradi deb gapirib chiqibdi. Birinchi o'rinda men birovni oilasini buzmaganman. Birovga uy oldirib qochib ketmaganman. Klipimdagi bolani sevib qolib, men siz bilan yasha olmayman, asha bola bilan отношения qilmoqchiman deb klipimdagi bolani sevib qolib qochib ketmaganman. Keyin hammaga poqir-puqir qilib nikoh o'qitib yerga tegib olmaganman. Qaydek yo'q, latta qo'taqlar deb hijobga kirib olmaganman. Men birovni pulini yeb ketganim yo'q. Reklama qo'yib beraman deb jinniket reklamani qo'yib 1,5 ming dollar deb ketganim yo'q. Odobli qizman. Hech qachon hech kimning pulini yemaganman. Men mana uni qiziqdim. Planshet ustun. Большой, который самый большой. Nima, yes? Flag. Flag, ha. Понимаете, что такое flag? Hozir bormayapsizmi Sabrinani ko'rgan? Yo'q, menga yozishmayapti ham. Kichik bola. Всё, xabarim ham yo'q, yozishmayapti ham. Men bor edim, men yo'q dek. Всё. Всё. Yozishmay ham qo'ydi menga nima bo'lyapti, nima yo'q. Savolimga javob ham bergisi kelmayapti. Всё. Yo'q. Bittadan tikilgan. Сколько метров он сделан, что tepadan ko'rinyapti bu. Короче, bitta kompaniya immunitet ko'taradigan har xil batlar, tabletkalar berib yubormoqchi edi. Oxirgi marta shuni gaplashdik. Men aytdim, besplatno reklama ham kerak emas ekan. Просто sizni 1 yil 2 yil поддержка qilishib dorilarni, immunitet ko'taradigan batlarni jo'natmoqchi ekansam, men reklama qilishga toqatim yo'q. Menga hech bola kerak emas. Yo'q, kerak emas dedi. Shundan keyin qaytib gaplashganimiz yo'q. Reklama qilmay ekan, просто ko'ngildan chiqarib berishyapti ekansam, yo'q dedi, bo'ldi. Uyda ham gapirdim, uyga ham ishonchlari yo'q. Sizga uy podarka qilyapti. Shunaqa Marat aka bilan gaplashtirib qo'y desam, yo'q, indaming. Unaqa rostdanmi deb ishonishmayapti. Men o'zlari biladi dedim. Nomerini tashlab qo'yaman. Bilmayman, nima bo'lganini tushunmayapman. Da, shunaqa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'q, sizlar tushunmayapsizlar. Ozod opa больницаga pulni to'lab qo'yib, ularning planlarini buzib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi? Boshqa plan bor edi shekilli-da u yerda. Boshqa narsa bor edi, boshqa plan bor edi, boshqa передаcha bor edi. U bitta передаcha chiqish kerak edi mashgullarda. Endi chiqmaydi, потому что u передачani men buzib qo'ydim. Menda parcha-parcha lavhalari bor u передачani. Onasi yig'lab turgani, Sabrina mushuk silab yotgani, bular передачада xizmat qilishgan yangi yilda. U videolar menda bor, parcha-parcha videolar. O'sha передаchaga atab videolar qilgani kelishganmi? Короче, Ozod opa hech kimga bildirmasdan klinikani to'lab qo'ydi, planlari buzilib ketdi. Rejissyorda, Baxtiyor rejissyorda planlari buzilib ketdi. Hozir ham молодец. Bu aeroportga chiqib ketishayotganda ham Nilufar opa juda ham qattiq izladi, menga telefon qildi. Nimaga trubkasini ko'tarmayapti? Men yo'l kiralariga pul berib yubormoqchiman, rasxotiga pul berib yubormoqchiman. Mana 3000 dollar qo'limda turibdi deb rosa izlashdi, trubkasini umuman ko'tarishmadi. Bechora ertalab chiqib olib aeroportda kutib o'tirdi. Aeroportda kutib o'tirib, menga video vizib qilib, mana men aeroportda o'tiribman, trubkasini hech kim ko'tarmayapti deb aeroportda kutib o'tirib tutib oldi ularni kelganda. O'sha yerda qo'liga 3000 dollarni berdi. Keyin bu yoqqa kelganda больницani qayerdaligini so'radi. Men aytdim, shu yerga kelishib to'lab ketishibdi. Ularning plani buzilib qoldi. Tushundinglarmi? Ular qanaqadir передаchaga tayyorgarlik ko'rishyapti, yo'q. Да. Elishka. Ну, endi men
davolangani kelsam, sal skromniyroq, arzonroq uy olaveramanda, sal arzonroq uy olaman, davolangani kelganman-ku. Keyin O'zbekistonda uyim ham yo'q, hech bolam yo'q. Men naborot u pulni uyga ishlatardim, bir narsalarga ishlatardim. Endi kosh